Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Navigatsiya restoranida Jahongirjaman. Mana 13:10 da uchayotgan Sankt-Peterburg Samarqand havo yo'llari Zardeshga olib soat 8:20 ga ko'chgan. Bo'lsa mana bu yerda hamma passajirlar kelgan. Bugungi islohimiz 11-dekabr 2025-yil. Xudo xolasa aeroport pulkodamiz. Bugungi holatlarga qarayotgan bo'lsak, so'rasalaringdan biri tekshirish holatlar bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, biletlar bo'yicha faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda olaverasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilib, qo'ldan kelgancha yordamlarimiz. Mana bu yerda hamma Samarqandga uchayotgan passajirlarimiz eskurtib turibdi. Endi Toshkent reysimiz uchadi. Bugungi ikkita reys bor Samarqand, ya'ni Centrum kompaniyasi ham. Centrum kompaniyasi joyida o'z vaqtida uchayapti. Xudoga esa Sankt-Peterburg, Toshkent, O'zbekiston havo yo'llari. Mana bu yoqda esa odamlarimiz kutib turibdi.